Assalomu alaykum, hurmatli kasb qarindoshlar. Hammanglarninki shu joy vaqti xayrli bo'lsin. Mening ismim Tug'liq Hamid, Shvetsiyaning poytaxti Stokgolmda yashayman. Men navbatda ota-onam uchun yolg'iz kichik namoyish qilayotgandan keyin bugun chislaga 16 bo'lsa, 17 mi 16. Yana bir 2-3 kundan keyin shu 19-chislab kelsa 2 oy bo'ldi ekan. Mening dadam Hamid Abdurahmon 1954-yili 5-oyning 20-kuni Ili oblastining G'o'lji shahri, ya'ni Oltishar mahallasida tug'ilgan. Opam Sadat Davudin bo'lsa 1956-yili 8-oyning 21-kuni Ili oblastining G'o'lji shahar Köyünchi mahallasida tug'ilgan. Dadam Ili oblasti telegraf idorasidan pensiyaga chiqqan, opam Koni Ili Fandiyan, ya'ni Ili mehmonxonasidan pensiyaga chiqqan. Mening opam dadam G'o'ljida yashash tarixida bir insonlarga hech qanday bir yomonlik qilmagan, tinch o'tgan madaniyatli oila. Mening opam dadam 2017-yili 1-oyning 27-kuni Ili oblastlik bexatarlik saqchilar tarafidan tutib ochib ketilib, Bo'zdagi turmada qonunsiz 2 yil tarbiyalashtirgan. Uningdan keyin sotga opam dadamni 5 yillik kesib o'tgan. Ya'ni keyin markazdan buyruq tushib, Ağzaki 18 yillik qamoq jazosi hukm qilgan. Mening opam dadam Xitoyninki temir tapında, ya'ni 5 yildan beri Xitoyninki qorong'u zindonlarda azob uqubat chekayotgan, dafsandayotgan Uyg'ur qirg'inchiligininki bir parchasi bo'lgan oila. Meningki ota-onam uchun dast turib, bu yerga chiqib, ota-onamninki haq-huquqni, erkinligini tashqi dunyoga chiqib, turmadan ozod bo'lib, uyga chiqib, xotirjam yashash uchun men farzandlik burchimni ado qilish uchunga Shvetsiyaninki parlamentning oldidagi Shvetsiyaninki poytaxti Stokgolmdagi parlamentning oldida opam dadam uchun yolg'iz kishi namoyish qilyapman. Meningki opam dadamninki kesilib ketishningki tub sababi bo'lsa, birinchidan nimaga meningki Shvetsiyaga o'qishga chiqib, panohlik tilab kelib qoldi, siyosiy faoliyatlarga aralashdi degan shaxsiy uchurimga ega bo'lgandan keyin Xitoy mushuni dastak qilib, opam dadamni kesib o'tgan. Undan keyin bo'lsa 2014-yili opam dadam Turkiya Cumhuriyatininki pasportini elib, Turkiyaga kelib, men bilan ko'rishganlik uchun opam dadamni shunday kesib o'tgan. Hadammo o'qishlarga kirib chiqqan. Men bu yo'lga chiqqan ekanman, hargiz to'xtab qolmayman. Meningki opam men Xitoyninki turmushdagi ingrayotgan Uyg'ur dada bilan Uyg'ur onaninki farzandi bo'lish suhbatim bilan men bu namoyishimni hargiz to'xtatmayman. Shundaqla Xitoyga qarshi bu norozilik namoyishimni men xalqaralashtirishga Shvetsiyaninki tashqi ishlaridagi muhim bir nuqta bo'lish uchunga tirishiman. Rahmat qarindoshlar. Uningdan keyin meningki mashada mushunda ota-onamga qas bo'lishninki, mushunchalik kesilib ketishningki sababi bo'lsa, birsi mashadan ketgan g'uljilikninki nima qilishi, meni chaqqanligi, shundaqla Xitoyninki menga ko'zi tushganligi uchun deb o'ylayman. Ikkinchisi, anadagi mashadagi ba'zi bir qurultaydagi insonlarninki, meningki ota-onamninki bo'lgan hisiyatimdan, suygimdan foydalanib, meningki sotsial mediadagi eg'izimni etib, meni qo'rqitib, menga besim qilib, 1,5 yil vaqtimni o'tkazib o'tdi. Mendan pul, moddiy buyum, hatto meni jasuslikqa selishga undidi. Bu to'g'risida isbotlar tog'dek duyulinib turibdi. Shunday qarindoshlar. Shuningga dunyoninki hamma yerdagi qarindoshlar ota-onanglarga vaqtida ega chiqinglar. Ota-onanglarni qutuldirish uchun hargiz bo'shab qolmanglar. Qarindoshlar, mana o'zinglar ko'rayotgansizlar, Shvetsiyada mana birdan-bir lagerga kirganlarniki bordi, birdan-bir 18 yil kesilgandan mana men bir mishada turibdiman. Qolganlarmi bordi, lekin o'sha qolganlarmi balkim menga o'xshash qo'lda isbot bo'lmag'achqimi yoki qo'rqamdi, bilmayman.
men mo beshida ashta qo'rqqan, lekin men og'zimni yumsam, men uyda sukutni talasam, balkim opam dadam 18 yetib ketishi mumkin. Shuningga men sukutni buzib chiqdim. Mana meshadiki ba'zi bir tashkilotlar ashundoq qora qo'llari bilan xalqning psixikasini buzib, voy uni ishlim qilmaydi. U degan hozir Shvetsiyaning manfaatiga to'g'ri kelmidi. Uni atsan, bersangmi seni ishlim qilmaydi deb biz bilan psixik o'ynaydi. Ishlimi qilmaydigan ish olmaydi qarindoshlar. Bir odam jinoyat o'tkazsa, bir ishlimi qilmaydigan bo'pmi Yevropada qanday gap u? Men shu odamga yana bir qaytim deyman, men siyosiy nuqtaga kirmay turib, shu WhatsAppdagi menga buyurtgan narsalar bilan men uningki qo'panmas qilib aytaman. Shuningga qarindoshlar kallamizga shash bo'layli, sagak bo'layli, o'zimizning kallasi o'zimizda bo'lsin. Hargiz boshqalar kontrol qilmasin. Hammanglarningki musha vaqtinglar xayrli bo'lsin. Qarindoshlar, ota-onanglarga ega chiqinglar. Bo'pti, unda bo'lsa, men kechda Facebook'imga yozib qo'ydim. Naq maydon bo'ldi. O'zinglarda yaxshi xabarlar bor.